kollagen gapim bo'linib qoldi. Kollagenni faqatgina ichayotgan paytda ertalab och qoringa 2 oy davomida to'xtatmasdan ichadigan bo'lsanglar va albatta kollagen ichayotgan paytda yana kunlik suv normasini ichishga ham e'tibor berib, jayingda havo sovuq paytida siz 3 litrlab suv ichishingiz shart emas. Hech bo'lmaganda 1,5-2 litr suv ichadigan bo'lsangiz, yuzingizda aksini tezlikda his qilasiz. Yuzlaringiz tiniq bo'lib, tekislashib, ichaklaringiz holati yaxshi bo'lib, bo'g'imdagi og'riqlarni yo'qotib, ishtahangizni kamayganini his qilasiz. Faqatgina mana shu Sinovac kollagenlariga ishonaman. Bundan oldingi storiesda sizlarga link qoldirdim, kirib ko'rishingiz mumkin. Ertalabda ichib yo'lga chiqaman va sizlarga ko'rsatib ketaman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, gidrolizlangan, vitamin C tarkibida, dozasi zo'r, ishtahani bo'g'adi, tarkiblarini bemalol mana o'qib chiqishingiz mumkin. Eng asosiysi halol sertifikatiga ega.